Assalomu alaykum. Akalar, roplar yaxshimisizlar? Kuni kecha yakunlagan ishimizni to'liq obzoriga keldik. Mana shu holatda bitgan. Общий holatda 8 ta eshik tushgan, 4 ta eshik hammom. Ikkitasi ochilmaydigan holat, lekin eshik holatiga o'xshatib qo'yganmiz. Ruchkalarni qo'yib. Hop, oilada detskiy shkafni ko'paytiramiz deb detskiy shkaf qilingan. O'shanga qarab polkalar tepa holatda qo'yilgan. Tepaga bosh kiyim qo'yadigan polka qilingan, turbichka, orada polkasi. Shkafimiz ichki eni 55 cm. Buyog'i polkalarimiz 35. Xuddi shu holatda ikkita. Tepamiz 70 cm joy. Qishki pastel kiyimlarni almashtirgan yaxshi joy. Eshiklarimiz davulchilar, hammasi vakuum ishlaydi. Endi hammom. Asosiy bizni ishimizni effektini ko'rsatgan joyimiz hammom. Shkafda endi hamma ham qilaveradi. Tak hammom mana shu holatda. Chekalarini plastik qildik. 1 cm plastik qalinligi. Rasmimiz kafe, har doimgi poddon, etajerka, dushovая стойка, ventilyatsiya, oynak, sovun qo'ygich, pasta zunday pasta. Rakuvinamiz imkon boricha qulayroq, kichikroqni oldik. Xonamiz kichik. Shu xonamizning razmeri 1.47 ga 97 cm ga to'g'ri kelgan. Общий biz devordan masofani 1 metr olganmiz, chunki bu yerda rekani plastik haqi bor. 1 metr masofa qochirib, bu shkafimizni qilganmiz. Shkafimiz patologiya ham orqaroqda bo'lgan, eski holati. Patologiyadan bu yoqqa tortdik. To'g'rilab qo'yish maqsadida. Endi eski uylarda bilsanglar, DP faner qatiriladi. O'sha ozgina vannasi borligi uchun vannasini to'g'rilash uchun shurf qatirdik. Atak shu tortish uchun, mana bir-biriga chaklarini tortish uchun qilingan. O'zi ko'rinayotgan bo'lsa kerak, telefonimiz endi bizniki iPhone emas, chahralashib qoladi, xafa bo'lmaysizlar. Kurchati rezetka qilib ketganmiz. Ikkitalik kurchati, ikkitalik rezetka. Sabab bittadan chiqib bitta ventilyatsiya. Ventilyatsiyamiz hozir kurchati qo'shilgan holatda. Tashqarida ipi ham bor. Qo'shimchasiga qishki kunlarda yopib qo'ysa bo'ladi, sovuq kirmaydi. Burchaklarimiz to'liq kelmaysda. Sovuq suvda ulab qo'yilsa bo'lsa, montaji bitgan. Xullas, hammom, shkaf, общий расходi usta puldan tashqari 6.650.000 so'mga to'xtadi. 6.650.000 so'mga. Shunda DSP, anoplastik, santexnika narsalari, elektrik tovarlar hammasi ichida. Yozgi kunlarda 2 kun, 2,5 kun vaqt ichida bitardi, qishki kunida 5,5 kunga cho'zilib ketdi kun qisqaligi hisobiga. 2-yanvar kun tushib, kecha kun tugatdik. Xudo xolasa mana egasiga so'naman topshirdik. Manfaatli bo'lsin, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Yana qo'shimcha orqasi ham plastik bo'lgan. Bu eshik orqasi bo'lmaydi, sabab yaron suv o'tadigan bo'lib qoladi. Hozir mana skoch olinmagan, narsa yopishtirilgandagi hozir chiqatish kerak bo'lgan joyi bor. Shunaqa parda to'liq tortilganda ehtiyot bo'lib qoladi, yaxshi. Ko'pchilik aytadi, DSPga suv tortmaydimi? Suv tortadi, to'g'ri. Lekin bu parda juda ko'p narsada ehtiyot qiladi. Men o'zimniki 2018-yil bitirilgan. Hali DSPdan ish yo'q, yaxshi. Parda ko'p narsada ehtiyot qiladi baribir. Endi обязательно bekitib qo'yilsa, cho'milayotgan paytda. Bo'lmasa ehtiyot qilolmaydi.